Bir ilovadan foydalanasiz, hammasi tushunarli, hech kimga savol ham bermaysiz. Boshqa bir ilovadan foydalansangiz, oddiy tugmani topolmasdan asabiylashasiz. Qiziq, axir ikkalasini ham dizaynerlar yaratgan. Farqi dizaynerning o'ylashi va foydalanuvchining his qilishi. Bugun mana shu farqni ko'rib chiqamiz. Chunki UX va UI dizaynerlar bir xil ko'rilsa ham, mahsulotda butunlay boshqa rollarni bajaradi. Raqamli mahsulot yaratishda ikkita asosiy dizayner turkumi bor: UX dizayner va UI dizayner. Ko'pchilik ularni aralashtiradi, ayniqsa yangi o'rganuvchilar. Aslida bu ikki kasb yonma-yon ishlaydi, lekin ularning vazifalari, fikrlashi va yondashuvi butunlay farq qiladi. Bugungi darsda bu ikkala rolni ajratib olamiz va aynan nima uchun kerakligini ko'rib chiqamiz. UX dizaynerning asosiy vazifasi faqat mahsulotni ichki mexanizmini qurish emas, balki foydalanuvchi qayerda vaqt yo'qotishi va qayerda qiynalishini aniqlash. U mahsulotni chiroyli qilishdan oldin uni ma'noli qiladi. UX dizayner odatda quyidagilarni bajaradi. Birinchisi, foydalanuvchining muammosini aniqlash, ya'ni foydalanuvchiga aynan nima kerakligini aniqlaydi. Ikkinchisi, research qilish, foydalanuvchi qayerda qiynaladi va qayerlarda adashishini aniqlash. Uchinchisi, bu user journey va flow yaratish. Bunda foydalanuvchi A nuqtadan B nuqtaga qanday yetib borishini aniqlaydi. To'rtinchisi, wireframe chizish. Bu hali chiroyli dizayn emas, faqat dasturning skeleti hisoblanadi. Beshinchisi, test tuzish va takomillashtirish. Bu jarayonda UX dizayner chizadi, qayta tuzadi va takomillashtiradi. Xulosa qiladigan bo'lsak, UX dizayner foydalanuvchi yo'lini yaratib beradigan mutaxassis. U dasturni chiroyli qilmaydi, balki foydali, qulay va tushunarli qiladi. Endi navbat UI dizaynerda. UX yo'lni chizgan bo'lsa, UI unga ruh, rang, hayotni beradi. Biz dasturda ko'radigan hamma go'zallik UI dizayner mehnati hisoblanadi. UI dizayner quyidagi ishlarni bajaradi. Birinchisi, interfeys elementlarini chizish. Kartochka, blok, tugma, bular hammasi UI hisoblanadi. Ikkinchisi, ranglar, tipografiya va ikonkalar tizimi. Bu foydalanuvchi ko'zi charchamasligi, matn o'qilishi va ranglar uyg'unligidir. Uchinchisi, kliklanuvchi prototip yaratish. To'rtinchisi, dizayn sistem tuzish. Bunda loyiha bo'yicha yagona vizual qoidalar ishlab chiqiladi. Beshinchisi, ekranlar orasida vizual mantiq. Bu jarayonda bir sahifadan boshqasiga o'tish uyg'un bo'lishi kerak. Xulosa qiladigan bo'lsak, UI dizayner rasmni jonli qiladigan emas, balki vizual muhandisdir. Bu mahsulotga joziba, aniqlik va professional energiya beradi. Misol tariqasida biror ilovaning login sahifasini ko'rib chiqamiz. UX dizayner login jarayonini ikki bosqichdan bir bosqichga kamaytirishi kerak. Ya'ni foydalanuvchi ilovaga tez kirishi kerak. UI dizayner esa ranglar ko'zga yoqimli bo'lishi va matn o'qilishini osonlashtirishni ta'minlaydi. Xulosa qiladigan bo'lsak, ilovani bir sahifasida UX fikrlaydi, UI esa his yaratadi. Bugungi darsda UX va UI dizaynerning rollarini va vazifalarini bir-biridan ajratib oldik. Endi siz dizayn olamida qaysi kasb, qaysi mas'uliyatni ko'tarishni aniq tasavvur qilasiz. Keyingi darsda raqamli mahsulot turlari, web ilova, mobil ilova, SaaS, landing mavzusini o'rganib chiqamiz. Bu sizning dizayn fikrlashingizni yanada kengaytiradi. Web dizayn kursini ustozlardan o'rganishni davom eting. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Darslarning davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Ustoz AI mobil ilovasini yuklab oling yoki Ustoz AI saytiga o'ting. U yerda sizni har bir darsdan keyin bilimlarni mustahkamlash uchun testlar, sertifikatlar, katta qiymatga ega koinlar to'plab, Ustoz marketidagi yuzlab qimmatbaho sovg'alarga almashtirish imkoniyati, qiziqarli o'yinlar, kurslar bo'yicha do'stlar orttirish va muloqot qilish, portfolio yaratish va ish topish imkoniyatlari kutib turibdi. Hoziroq Ustoz AI mobil ilovasidan foydalaning. Ilovani yuklab olish uchun ekranda chiqqan QR kodni skanerlang.